Assalomu alaykum aziz gruppadoshlar. Mana 15 kilo oldim. Tagini yumshatib, yodli suv berganimni ko'rsatgan edim. Mana hozir agrikola beryapman. Fitosparin bilan va teylarni yumshatib, biogumuz qo'shyapman ichiga. Mana shunday biogumuzdan. Tozasidan. Keyin mana bularni qirqib ko'klatishga qo'ydim. Ko'klamadi lekin. Tanalari ko'ni ekan, chirib ketdi. Lekin o'zlarini qirqib shunday qilib tagini yodli suv, druja, yod solib sug'argan edim. Bir 15 kunlardan oshdi. Endi xudo xolasa hozir yumshatib biogumuz qo'shmoqchiman. İçiga iki qism biogumuz qo'shiveraman shunday qilib mana va keyin agrikolali suv, fitosparin bilan agrikolali suv beraman, ilmiq suv beraman. Mana tuzatib qo'yibman o'shandan. Keyin bular qarang qanday po'shni bo'lyapti. Mana u yoqdagilar ham oshxonani derazasida turadi. Bular qiyshayib haqqa nima bo'lib ketgan edi. Mana kesib yashartirib shunday qilib mana endi nimalar biogumuz solib fitosparin hamda agrikola solib sug'aryapman, chunki gullashga o'tdi. Xudo xolasa po'shni bo'lib gullaydi. Shoxlatib oldim endi bularni. Hozir shu ishni qilyapman. Xudo xolasa sizlarga ham ko'rsatgim keldi. Gullaringiz qanday chiroyli bo'ladi, nimalar qilasiz, nima berasiz degan ko'p savollar bor kommentariyamda. Shuning uchun bitta ko'rsatib yuboray dedim. Hammasini ham ko'rsatib qilishga qurbim yetmaydi, yoshim katta. Mana shunday navaram ketirib berdi. O'tirgan joyda shunday qilib sug'aryapman. Xudo xolasa hozir shuni sug'arsam yanvar 15-largacha yetadi. Chunki biogumuz qo'shyapman, nami ketmay turadi. Xudo xolasa yanvar 15-larga qarab bularni holatini ko'rsataman sizlarga chiqib bo'lganini. Ana qanday po'shni bo'ldi. Qarib, egrayib, mugrayib yotibdi. Shunday chiroyli po'shni bo'lyapti hammasi. Yanvar oyining 15-larida yana ko'rsataman o'rtoqlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kommentariyamda 4 dan boshqa hamma juda yaxshi so'zlar yozibsizlar. 4 endi bir tushunmovchilik bo'ldi. Men tashavvuraveribman. Shunday qilib shu ishlarni ham qilaman deb, u negativchilar yozishni o'ylamabman. Qaytadan boshqatdan tashadim. Boshda tashagan 4larimda svit o'chib qolib, shokoladlari eribdi ekan, e'tibor ham bermabman-da. Uzr endi. Baribir sizlarni yaxshi ko'raman. Yaxshi gapirsangizlar ham, negativ gapirsangizlar ham yaxshi ko'raman, chunki o'zingga yaqin odam yuzingga aytadi. Keyin men tuzatib olaman shuni, xudo xolasa. Salomat bo'linglar sanlarim. Qo'lim degan sen qandaydir bir ishlar qilsam tashab turaman, xudo xolasa.